Hozirgi kunda oq-dog' kasalligining muammosi juda ko'pchilikni qiynayapti. Ayniqsa yoshlarimiz mana uylanayotgan vaqti yoki qizlarimiz turmushga chiqayotgan vaqti kuyovni yoki kelinni oila a'zolarida oq-dog' bormi yo'qmi juda ham katta muhokamalarga sabab bo'ladi. Mana hozir ham qabulimga bir ukamiz men uylanmoqchiman. Kelin tomonni qarindoshlaridan birida oq-dog' bor ekan. Men uylansam bo'ladimi etda avlodlarimda oq-dog' kasalligi kuzatilmaydimi deb savol berib kelgan. Men hozir mana sizlarga faktiski bir narsani ko'rsatmoqchiman. Men bugun qabulimga 29 ta bemor kelgan. Shulardan mana ko'rsatishim mumkin. Avlodda bormi degan holatda yo'q. Mana avlodda yo'q. Bunisida ham yo'q. Mana ko'ryapsizlarmi, bu faktor kelgan. Avlodda yo'q, avlodda yo'q. Bu boshqa, mana avlodda yo'q, mana. Xo'p, bu boshqa dard bilan kelgan. Mana bunisi ham boshqa dard bilan kelgan. Faktorni mana avlodda yo'q. Bunisi ham avlodda yo'q. Mana bunisi ham yo'q. Mana faktorni kelgan, faktor kelgan mana. Avlodida yo'q. Mana avlodida yo'q. Xo'p, avlodda yo'q. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Men o'zim alohida savol beraman. Avlodingda oq-dog'lar bormi, yo'qmi deb savol beraman va 99% holatlarda avlodida yo'q bo'lganligini, lekin mana oq-dog' kasalligi bilan kasallanganligini ko'raman. Mana xulosa o'zingizdan.